Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan inkubatorda jo'ja chiqarishning eng muhim sirlarini, ya'ni harorat va namlikni qanday sozlash kerakligini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Avvalo, inkubatsiya muddati 21 kun. Endi keling, bu 21 kunni 3 bosqichga bo'lamiz. Birinchi bosqich 1-kundan 7-kungacha. Ikkinchi bosqich 8-kundan 18-kungacha. Uchinchi bosqichimiz esa 19-kundan 21-kungacha bo'lgan vaqt. Birinchi bosqich, ya'ni 1 va 7-kunlari. Bu davrda tuxum ichidagi embrion endigina shakllana boshlaydi. Shuning uchun haroratni 37-8 gradus, namlikni esa 55-60% ko'tarish kerak. Har kuni tuxumni kamida 3-4 marotaba aylantirib turing. Shunda embrion devorga yopishmaydi, ya'ni tuxumning devoriga yopishmaydi. Ikkinchi bosqich 8 va 18-kunlar. Endi jo'ja o'sadi. Ichki organlari shakllanadi. Haroratni biroz pasaytirib 37-6 gradusga qo'ying. Namlikni esa 45-50% qo'ying. Bu davrda aylantirishni davom ettiring. Lekin inkubatorni ochish vaqtini qisqa saqlang. Issiqlik chiqib ketmasin. Uchinchi bosqich, ya'ni 19 va 21-kunlari. Bu eng muhim bosqichdir. Jo'jalar tuxumni teshib chiqadigan payt. Endi tuxumni aylantirishni to'xtatamiz. Haroratni 37-2 gradusga tushiramiz. Namlikni esa 70-75 gradusga oshiramiz. Yuqori namlik tuxum po'chog'ini yumshatadi, jo'jaga chiqishga yordam beradi. Bu paytda inkubatorni ochmang. Har bir ochish issiqlik va namlikni tushiradi. Bu esa chiqishni qiyinlashtiradi. Qo'shimcha maslahatlar. Tuxumni inkubatordan oldin 6-8 soat xona haroratida tuting. Har 2 kunda inkubator ichini qisqa shamollattirish foydali. Chiqib bo'lgan jo'jalarni 30 daqiqadan so'ng olib, issiq joyga o'tkazing. Shu oddiy qoidalarga amal qilsangiz, tuxumlaringizni 85-90% muvaffaqiyatli chiqadi. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Navbatdagi jo'jalarni oziqlantirish haqidagi videomizni o'tkazib yubormang. Xayr, salomat bo'ling.